Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sucudu sehvi. Bu seydi sehvininki babudur deydim. Meni aldığı dersimizde gün tutulğan vaxtın üzüde qandaq namaz okuymiz. Onu deyken ay tutulğan vaxtın üzüde yine qandaq namaz okuymiz. Bunun üstüde toxtaldık. Onu deyken yağmur talep qılınğan bir iş var. Meni yağmur talep qilishninki özü fakat dua bilan istig'for dedik. Eğer o adamninki özü yakka holatda namoz o'qisa u bo'ladi dedik. Bizniki Hanifi mezhepte su talep qilish degan gap mana shu. Ama başka mezhepninki özüde yine şu namoz o'qib andayken su talep qilgan ish shu bor. O ders, aldığımız dersimiz nima qilgan tugagan. Hozir endi yeni bir babga keldik. O bab qavo desa, bir adam namazın ichida, mayli farz namoz olsun, mayli sünnet namoz olsun yoki vacip namoz olsun, şu namazninki ichida bir adam xatolik o'tkazib ketdi. Mana sahvi degan saha yasu sahvan deydi, yani sahvi qildi degan gap. Yani o adam uxmasın xato qilib qo'ydi degan gap. Yani uxmasın xato qilib qo'ydi degan gap yodida yo'q. O adamninki o'zi namozning ichida ma'lum bir ishni mana shu qilib qo'ydi. O ish qilib qo'ygan ish qavon, mana namozniki o'zi farz, vojib, sunnat, mushunda qiliqlarni nima qiladi? Tarkib topadi. Endi bir adam farz amallarniki birisini men namozniki ichida 6 tane farz, sirti 6 tane farz var. Hem sirtiki farzın terk etse o namaz olmaydı. İçideki farzın terk etmesi o adam yadıdı yok. Uçağın yüzde o namaz olmaydı, başkadan okuş gerek. Hem de şu farz emellerden başka olan vacip emeller var. Şu vacip emellerini bu adam okumazken yadıdı yok, hata halette ilgisi pes kupuydu. Ya aldı ya keyni ya ki şunda kılış gerek olan işini onda kılmaptı. Kılmagan bolsa uçanın üzerinde bu sehvi kan boludu. Yadı yok aç takıp kalgan bolsa. Benim muşunda kıp kalgan bolsa uçanınki üzerinde bu adamniki geldiğine bir seydi kılış vacip boludu. Şu seydi kılış vacip bolgandikin şu seydi kılış arkalık vacipten ibaret olan emelini ibaret olan aş emelini x koygandikin kem tüküp kaldı demdi. Kem tüküp kalgandikin öz orada bombagandikin şu arkalık bu adam seydi kılış arkalık o yani ne kıldı o vacip emellerini bütünleydi. Hem de o adam şu vacip olan emelindeki üzün salam belki salam bir boşluk ağırlıktan yadıdan açta kısa şu seysehmini kıldı şu seysehmini degen gap. Eğer salam bir boğandikin o adam şu namazındaki işlediki vacip emellerindeki üzünü o adam mene aşındak sehve ve cüssün şuna koygan bolsa ya terk etip ya igizpes ya şu işini şu şekilde kılış gerek olan işini aşındak kılmagan bolsa namaz okup salam bir boğandikin onu yadı keşken bolsa uçandı namaz buluyordu. Ama savap çok kam. Hem de yeni birisi namazındaki işledi olan emeller neyim emeldi o? Sünnet emeldi. Sünnet emel bolgandaki şu sünnet emelindeki üzerine men o adam terk etken bolsa uçanın üzerinde o hiç kandakçı bombaydı. Namaz buluyordu ama şu sünnet emelini o adam okutup terk etken bolsa çatak. Yani o namaz bombaydan dereceye bardağı işlemi var ama sehven terk etip gitti. Yani sehven yani okuma ya hatalık sebebiden sünnet de belirtilgen emellerindeki üzerine mene o adam aşında okumasını ilgisi pers ya ki diyendek çok kalamagan bolsa o adamdaki namazı çok namaz buluyordu. Namaz çok buluyordu. Fakat bu sehvi degen gap namazdaki işçideki vacip emellerindeki üzerine terk etse ya ki ilgiz ya burun ya keyin ya ki aşkarı okuyduğun yanındaki üzerine aşkarı okumaptı kıraatni ya ki mahfi okuyduğun yer mahfi okumay aşkarı okup koyuptu. Sör koştuğun yani nem kıptığı adamınki üzerine sör koşmaptı. Ya ki
ilgiri qilgan amalni ilgiri qilmay keyin qilib qo'yibdi. Men shunday qilib qo'ygan bo'lsa, u odam meni sahvi qilish nima bo'ladi? U vojib bo'ladi. Men sahvi qilish nima? U vojib. Unda o'zikin bu sahvi degan nima deydi endi? Sahvi degan qanday desa meni biz endi Al-İhtiyar Ta'lil Muhtar degan kitobni o'qitdik ana. Endi biz endi sujud sahvi degan bobga keldik. Kelgandan keyin qanday qilib sahvini desa, mana bu odam shu sahvi qilish qonliq jahdidan salomdan keyin ikki saydichu qiladi. Bir odam sahvi qilib qolgan bo'lsa, mana sahvi qilib qolgan bo'lsa, vojib amalni tark etmay igir keyin qilib qolgan bo'lsa, u odam bir salom berdi. Men o'ng tarafga bir salom berdi. Salom bergandan keyin onadiki nima qildi u odam? İki sayda qildi. Nima? İki sayda qildi. İki sayda qilib bo'lgandan keyin onadiki u odam tashahhud o'qib, onadiki durud o'qib, onadiki duo qilib salomchu berdi. Men buni deymiz, mashaqqatni sahvi deymiz. Sahvi degan nima u? Namoz. Unda onadiki salom berishniki oldida at-tahiyyatni o'qib bo'lgandan keyin o'ng qo'l tarafga bir salom berib, ikki qator sayda qilib, sayda qilib bo'lgandan keyin qaytadan at-tahiyyatni o'qib, undan keyin durudni o'qib, undan keyin yiliqi oson bo'lgan Qur'on va hadisdagi kelgan duoni qildi dedi qani. Shu duoni o'qib salom berdi, shuning bilan shu at-tahiyyatni o'qib bo'lgandan keyin shu qilgan salomniki o'zi nima u? Sahvi bo'ldi. Sahvi bo'ldi. Biz buni nima deymiz u yerda? Nima deymiz buni? Sahvi deymiz. Şuna tügüdüma sahvinin şeklini bildikmi? Men muşu sahvi olgan bo'ladi endi. Endi sahviniki o'zi salom bergandan keyin salom degan qancha o? 2. Tamam biz salom berib namozda salom berib chiqqanda degan gap bir tarafga emas, ikki tarafga. Assalomu alaykum rahmatulloh. Assalomu alaykum rahmatulloh. Yoki bo'lmaydi bir qator. Men o'ng qo'l tarafga nima qilgan gap? O'chaniki o'zida salom berdigan gap. Şunundan o adam mana at-tahiyyatni qayta o'qib, uniki durud, uniki duo qilib, yana ikki taraf salom berib chiqdi. Shuningda bu nima bo'ldi ana? Sahvi bo'ldi. Xo'sh, unda o'g'andikin bu sahvi degan bu ish qanday joyda vojib bo'ldi? Desa, meni deydi musannif, qachoniki namoz o'qigan odam o'ziniki namozniki ichida turib, namozniki shu o'zidan bo'lgan bir qadahni nima qilib qo'yibdi, ush qilib qo'yibdi. Namazın qadağının içinde, namazın qadağının bo'lgan qadağının o'zini, shu qadağının o'zini ishqayna ush qilib qo'yibdi. Masalan, ruku qancha eti? Ruku 1 Shtamamdi. Ruku masalan 1 Yoki sayda qancha eti? 2 eti. 2,3 qilib qo'yibdi. Yoki qiyom qancha eti? 1 Shtamamdi. Yoki o'tirish nimati? Har 2 rakatda 1 yo 1 rakatni o'qib, yana bir o'tirib, yana bir rakatni o'qib qolgan bo'lsa, o çağın özüden nim boğan buldu aş namazniki aş kıyam ruku seydigen namazın üzerine kalır. Ben muşundak koygan bolsa mena o adam salam belgeçilik yadır bilgen bolsa o adam kandak kılıdı sahvi kılıdı. Şundan o adamdaki namaz üçün tüzülüdü. Hem de yeni birisiga mena İmam Ahun'un namazdaki içide namazda mehbi okulduğun yerde kıraatini okuptu, aşkar okuptu. Mene İmam Ahud'un qiraatni maxfiy o'qish vojib bo'lgan nima namozda va o'qa namoz. Pishin va asr. Pishin bilan asrda İmam Ahud'un qanday qildi? Qiraatni maxfiy o'qish vojibdi. Shunaqa. Endi namoz ham xutdan bomdatda qiraatni İmam Ahud'un oshkor o'qishini bo'ladi u yerda vacip buludu. Tamam ne buludu ya da vacip buludu. Endi bu imam eğer o adamın özü namazda, mana namazınki özü yalnız o'qigan bo'lsa, o'chan o'zida qiraatni maxfiy o'qimdi, oshkor o'qimdi o'zining ishi. Maxfiy yalnız o'qigan bo'lsa. Eng yaxshisi oshkor o'qigan yerda oshkor o'qish, maxfiy o'qigan yerda maxfiy o'qish kerak, yalnız o namoz o'qigan odam. Mana faqat imom bo'lgan odamniki o'zi, mana kunduz o'qilgan namozda qiraat maxfiy o'qish vojib. Keçide okulgan namaz için onunki mesela namazşam, xutdan, bamdatın qiraatini aşkar okuşunu boludu. O üçanızda vacip çok boludu. Mesela cümenin ma
shunda vojib bo'ladi, ham bayram namozining uchun vojib bo'ladi. Men mushaniki o'zida u odam maxfiy o'qib qolibdi. yoki maxfiy o'qidigan yerdagi yana xutdan nima bilan peshin bilan asrniki qiroatni maxfiy o'qish vojibdi. U yerda oshkor o'qib qo'yibdi. yoki men ashta qon bo'lsa, u chog'ning o'zida bu odam imom Ahlim mana shu imom salom berishlik orliqda uni uchun o'qibdi. Imom o'qigan bo'lsa darhol ashta nima qiladi? Sahvi qiladi. Endi men mushtaq bo'ldi. Endi bu sahvi degan faqat sahvi degan bir zikrni. Namozning ichidagi zikr tasbihini tark etganlik sababidan sahvi vojib bo'lmaydi. Masalan, Subhan Rabbiyal A'la, ya Allahu Akbar, Semiyallahu limen hamide degan, masalan, Subhanakallahumma, masalan, Bismillah degan, A'uzu, Amin degan, Semiyallahu limen hamide, Rabbiye, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal A'la, Allahu Akbar deganlar hammasi nima? Zikr tasbih. Mana bu odamniki o'zi u narsani tark etib qo'ysa, sahih vojib bo'lmaydi. Sahih bo'lmaydi. Faqat qiroatni, mana namozning ichidagi qiroatni nima qilibdi u odam tark etibdi. Qiroat qilish nimati o vojibdi, farzdi. Shu qiroat qilishniki o'zini bu odam yoki alhamdulillah yoki so'rni nima qilibdi u odam tark etibdi. Terk etken bo'lsa, o'chaniki o'zida bu odamninki sahih qilishning bo'ladi, vojib bo'ladi. Endi birisi mana tashahhud. Men ikki tashahhudniki o'zi nima u? Mana ikki tashahhudni terk etishniki o'zima sahihni nima qiladi? Vojib bo'ladi. Ya'ni 3 rakat yo 4 rakat namoz o'qigan bo'lsa, men o adamniki şu 2 rakat o'qib bo'lgandan keyin o'tirib tashahhud o'qiymiz-ku. O'qib olsa, tashahhudni o'qishning o'zi vojib. 4 rakat o'qigan bo'lsa, o 4-rakatning o'zida mana tashahhud o'qishim ham nima bo'ladi? Vojib bo'ladi. Bu odam shu attahiyat o'qimay Allohumma salli alayhi o'qib ketgan bo'lsa, o chog'niki o'zida Allohumma salli alayhi o'qib, Allohum barakallohni duo Rabbana atina o'qib, qopda yodi kechibdi. Yodi kechgan bo'lsa, darhol salom berishga ortiq yodi kechdigan. Ondan keyin bu odam nima qiladi? Sahih qiladi. Sahih qilib, uni degan qaytin attahiyatni o'qib, yana durud o'qib, yana duo qilib salom berib chiqadi. Yani bu çok bu. Yeni bir skanadaki kunut. Mana kunutni terk etibdi. Mana bu salat vitrida quloq qaqqandan keyin o'qiladigan duoyi kunut. Allohumma inna nastagfiruka degan mush nima? Duoyi kunut. Bu nima? Vojib. Tamam vojib. Men mushu vojibni terk etib qo'ygan bo'lsa, odam yodida yo'q. Men salom berishlik bo'lgan orliqda u odam agar ashni meni yodi kechib bilgan bo'lsa, darholliqini muqaddada u odam meni sahih qavadidi. Yana birisi ikki bayramniki takbirlari. Mesela ikki bayramniki bayram namozi var. Mesela Ramazan bayramida Qurban bayraminiki nimalar var? Takbirlar var. U takbir qavı. Mesela bayram namoziniki takbirlari mana Qurban bayrami bo'lsin, may Ramazan bayram bo'lsin. Mana u Ramazan bayrami, Qurban bayramida mana birinchi rakatda quloq qaq bo'lgandan keyin shu 3 qator nima qilamiz? Takbir o'qiymiz. Tamam birinchi rakatda undan keyin subhanakallahni o'qib, undan keyin auzu bismillah o'qib, undan keyin auzu o'qib shukr turamiz, undan keyin imom Ahmad bismillah o'qib shukr turamiz, imom Ahmad qaratchi qiladi. Undan keyin ikkinchi rakatda ikkinchi rakatda imom alhamdulillah bir so'rni o'qib bo'lgandan keyin undan keyin ruku qilishning oldida 3 qator takbir etadi. Tamam Allohu akbar deb. Meni mushu takbir şu bayram namazından keyin nima so'g'on bo'ladi? Vojiblar bo'lgan bo'ladi. Agar shu imom bo'lgan odam shu takbirni tark etibdi. Masalan, jilbeka qator kelgan namoz o'qimaymiz, yodida yo'q. Voy bu bayram namozi o'qib turib men birinchi rakatda yoki ikkinchi rakatda men takbir etmabman-ku deb yodi kechgan bo'lsa, shu chog'ning o'zi darhol u imom mana attahiyatni o'qibla ondagi salom berib, mana ishqata onidagi nima sayda qilib, undan attahiyatni o'qib, durud o'qib, duo qilib, ondan namozga chiqadi. Buning bilan namoz nima bo'ladi? O'chan o'zida komil, mukammal bo'ladi. Xo'sh, endi agar bu odam rukuda
yoki o'ltirgan vaqtning o'zida meni nima qilib qapti? Qiraat qilib qapti. Allohu akbar deb shu surani o'qib bo'lgandan keyin ruku qilamizgan. Ruku qilgan vaqtning o'zida nima o'qiydi? Subhana rabbiyal azimni o'qiydi. Tushunamdi? Subhana rabbiyal azimni o'qiydi. Rukuniki o ruku qilgan joyniki o yer o'qiydigan narsa nimani o'qiymiz? Subhana rabbiyal azimdan iborat bo'lgan bu zikr tasbihini o'qiymiz. Uning o'rniga bir qiroat qilib qapti. Ya qul Allohu o'qib qapti, ya alhamdu o'qib qolgan bo'lsa. Yoki olmaydi, nimada? Sajdada. Sajdada nima o'qiydi? Subhana rabbiyal azimni eng az 3 qata o'qimdi. 3 qata o'qandan keyin ashta o'qish kerakdi. Bu sajdiniki 5-imizni sajd qo'ygan vaqtniki o'zida u yerda Qur'on o'qishga bo'lmaydi. Faqat zikr tasbih bo'lgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilgan Subhana rabbiyal a'loni eng az 3 qatacha deymiz. Shuningki o'rniga u odam nima o'qib qapti? Bir sura o'qib qapti. Ya bir oyatni o'qib qapti. Eng az deydi, bir 2 oyat, 3 oyat o'qib qolgan bo'lsa, darhol u odam saysahvichi qiladi. Meni duo salom berib o'qishga orliq yodga kelgan bo'lsa, agar bu odam meni qiyomda tashahhud o'qibdi. Qiyomda nima o'qiydi? Qiroat o'qiydi. Xushtami? Alhamdulillah shu surani. Yoki rukuda nima qilibdi? Tashahhud o'qibdi. Rukuda nima qildi? Rukuniki o'zida zikr tasbih o'qiydi. Unda bo'lsa bu odam sajda qilmaydi. Sajda qilgan bo'lmaydi. Chunki qiyomning o'zi, qiyom qiroat bo'lgandan keyin tashahhudning ichida qiroat bor. Asal jati o ma'nosi oyatda shu tepildi, uchani sahih qilish ketmaydi. Yana birisiga rukuniki ichida qiroat qilmagan bo'ldi. Tashahhud degan attahiyatni o'qish nima emas, Qur'on emas. Qur'on bo'lmagandan keyin uchaniki o'zida bu odamniki u yerda meni nima qilishi, meni sahih qilish ketmaydi. Buni o'qish kerak. Endi xo'sh, bu bilim qanday sahih qilamish, bu nima qildimdi? Tugidi. Endi bir odam şu namazın yüzü tutup hem yukarıda hemmesi bir kata açta sahih qilgan bo'lsa, bir kata sahih qilib tugaydi endi. Eğer şu adamın yüzü şu yukarıda bir hata işininki yüzü 2 kata tekrarlab qapti. Tushunammi endi? Birinchi rakatda mesela elhamdülillah u so'ri qo'shmabdi. So'ri qo'shmay oy appa deb qo'yib, onu yine davamlaştırdı hem de o yerda rukun sajda nima ekan? Teşahhuddan keyin o'qib bo'lgandan keyin uchani salom berib, andaki attayini o'qib chiqadigan gap. 2 rakatda yeni nima qilibdi adam? Yeni so'rni qo'shmabdi. Mana 2 sahih o'qib qoldi-ya. Mujda 2 sahih o'qib qolgan bo'lsam, yoki unidan jiq sahih o'qib qolibdi. Masalan, qanday o'qibdi? Masalan, attayini yeni o'qiyamabdi. Masalan, 2 rakatda bir so'ra yoki alhamdulillah o'qimaylar. Ana shunda qilib qolibdi yoki ruku sajdaning ichida qiroat qilib qapti. Men 3-chi ashtaq sahih qildigan bir ishni qilib qolgan bo'lsa, o'chaning o'zida kifoya qildi bu odamga 2 sajda. 2 sajda assalomu alaykum rahmatullohi assalomu alaykum deb 2 sajda qilsa bo'ladi. Bu 2 dan sahih lozim kelmaydi. 2 dan sahih lozim kelmaydi. Faqat bir dan sahih kelgan 2 taraf salom beriblar. Shuning bilan unda attahiyatni o'qib salom bersa, o'chaning o'zida meni nima qilib bo'ldi? O'chaning o'zida durustçu bo'ladi deydi endi. Endi bu yerda endi sahih qilgan odam o'zi yagona namoz o'qisa, meni yuqorqidakchi bo'ladi. Qachoniki imom oxunim sahih qilib ketdi. Jamoatda o'qib ekan, jamoat o'qigan vaqtida imom bo'lgan odamniki o'zi, masalan, alhamdu o'qiydigan yaniki o'zi qanday qilibdi? O'qimay so'ri o'qibdi, ruku qilib ketibdi. Ya maxfiy o'qiydigan oshkor o'qibdi, oshkor o'qigan yer nima qilib qapti? Maxfiy o'qib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida imom oxunim sahih qildi. Mana shu chan o'zida yana ixtido qilgan odam ham nima qildi? Sahih qildi. O sahih qilgan sahih qilgan ishniki o'zi imom qildi. Ma keyin tug'an ixtido qilgan odam qilmadi demaymiz. İmamniki özü sahih qilganligini o'zi kendi ixtido qilgan odamniki o'zilik sahih qilganligini bo'ladi, qilganlik bo'ladi. Unda o'zikin o imom qilgan imom qilsin, biz qilmaymiz sahihni demaymiz. Bunda çok qilamiz. Va agar imom oxunim sahih qilmasa, imom oxunim mesela sahih qilmabdi. Mesela sahih ishini çok qilmabdi, yani xato oshkor qo'yganini hech qanday qilmabdi, ammo keyingi imom mayilqi ixtido qilgan odam
səhvi qıldığı bir işni qilib qo'yibdi. Mesela qanday qilibdi? Mesela rukuning ishini qiraat qilib qo'yibdi. Sayda to'g'an vaqtida qiraat qilib qo'ygan bo'lsa, o'chanda ixtido qilgan odam, jamoat bo'lgan odam, men o'chani o'zida voy men oppaman o'qib qo'yibdiman deb u odam imom ixtido qilib turib, imom agishib turib, ayrim u odam sahvichi qilmaydi. Shu odamniki, chunki imom o ishni qilmagandan keyin u ixtido qilgan odam unda qilib qolsa, imom namoz o'qigandan keyin ixtido qilgan odamniki meni namozim bo'laverdi, namozchi bo'laverdi deydi endi. Va agar iqtido qilgan odam sayhi qilib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida sayhi qilmaydi degan bu. Endi masbuq bo'lgan odam. Ya'ni masbuq degan, ya'ni bir rakatni o'tkazib etibdi. Shu keyin qatma odam, shu imomniki namoziniki 2 rakatlik namozga u odam bir rakatga ulgurib, bir rakat o'tib ketibdi. Tamam de bir rakat ulgurmat ekan. Ulgurmagan bo'lsa, o'chan o'zida mana ulgurmagan bir rakatniki o'ziga ulgurmagan bir rakatda bu imom oxrim shu ixtido qilgan odam ulgurmagan bir rakatniki o'zida alhamdulillah bir so'rni o'qimabdi yoki maxfiy o'qigan oshkora qilgan maxfiy o'qib qo'yibdi. O'qib bo'lgandan keyin bu odam 2 rakatga imom oxrim buni qilibdi, ixtido qilibdi. İxtido qilgandan keyin anadiki bu odam qanday qildi? Men ashunda qilib qolgan bo'lsa, o'chaniki o'zida meni shu imom bilan sahvichi qildi. Va men bir rakatda yo'qdan 2 rakatga men ixtido qildim. Unda o'g'anki men sahvi qilmayman demaydi. Imom shu atayda o'qib sahvi qildi ya 2 rakat salom berib, anda yine atayda o'qandiki o ixtido qilgan odam yine shuning uchun qildi. Yani şunu çok kıldık. Kıp boğan deyken andiken imam ahim salam berdi ya namaz çıkıp vaxtınızda salam vermeye kopup andiken ülgüramıgan bir rekatını ne kıldı ya da okuydu deydim. Deydi o deydim. Şimdi hazırki şu dersimiz benim müşahitlik olsun. Yeni bir katım ders okuyan kadar hem birbirlerine Allah'a emanet kıldık. Hemimizin Allah Teala şu İslam dinimizin talimatı boyunca emel kılgan hakiki takva, muttaki, salih kişilerden kılsın. Ve ahiru da'vana enelhamdu lillahi rabbil alemin.